Mavzu doirasida eng ko'p gapiriladigan gap qanchalik haqiqat bo'lmasin, agarda unga amal qilinmas ekan, bu fikrlar havoga uchishi mumkin. Xuddi mana bu voqeadek. Shu yilning 11-yanvar kuni Gurlan tumani hududidan o'tuvchi avtomobil yo'lining 3-kilometrida yuz bergan yo'l transport hodisasi misolida mavzuga yanada batafsil to'xtalamiz. 2021-yil 11-yanvar kuni soat 19:30larda Gurlan tumani Olg'a qishlog'i hududidan o'tgan Tor R169 avtomobil yo'lining 3-kilometrida Gurlan tumani birlashgan qishlog'ida yashovchi 39 yoshli fuqaro o'ziga tegishli bo'lgan Lacetti rusumli 90H055MA davlat raqam belgili avtomashinasini boshqarib borayotib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Gurlan tumani Olg'a qishlog'ida yashovchi 28 yoshli fuqaro boshqaruvda bo'lgan Cobalt rusumli 90G747FA davlat raqam belgili avtomashinasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Lacetti rusumli 90H055MA davlat raqam belgili avtomobil haydovchisi 39 yoshli fuqaro olgan tan jarohatidan Gurlan tumani tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Yo'l transport hodisasi joyi mahalliy ahamiyatga ega avtomobil yo'l bo'lib, yo'l kengligi 6 metr, yo'l belgilari, yo'l chiziqlari mavjud emas. Yoritish jihozlari bilan jihozlanmagan. Yo'l qatnov qismi tekis, nuqsonlarsiz. Yo'l transport hodisasi sababi Lacetti rusumli 90H055MA davlat raqam belgili avtomobil haydovchisi e'tiborsizligi natijasida qarama-qarshi yo'nalishga chiqib, qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanib kelayotgan Cobalt rusumli 90G747FA davlat raqam belgili avtomobil bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir qilingan. Mazkur holat bo'yicha Gurlan tumani Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tumanimiz hududida yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha ko'plab targ'ibot-tashviqot ishlari borib turishimizga qaramasdan 4R169 avtomobil yo'lining 3-kilometrida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Haydovchilardan avtomashinaning boshqargan vaqti tezlikni me'yoridan oshirmaslikda hamda mast holda transportni boshqarmasligi bo'yicha so'rab qolamiz. 4R169 avtomobil yo'lining 3-kilometr qismida yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, hozirda ushbu transport hodisasi sodir bo'lgan uchastkaga yetib keldik. Uchastkada yo'l qoplamasida chuqurchalar mavjud emas, yangidan asfaltobeton qoplama qilingan, yo'l yoritilmagan, yo'llarni ajratuvchi chiziqlar mavjud emas. Har qanday holatga uning kelib chiqishiga qarab turlicha ta'rif berish mumkin. Ba'zan kutilmagan, ba'zida esa ehtiyotsizlik oqibatida xatoga yo'l qo'yishimiz bizga pand beradi. Aslida har qanday vaziyatda qoida buzmaslik va bilganlarimizga, bundan ham muhimi aytganlarimizga rioya qilsak bas, bu kabi hodisalarning oldini olishga oz bo'lsa-da erisha olamiz.